Demek mana uchala quruq malakali ishimizda o'tkazgichlar, iste'molchilar, ularni nima qilish kerak? Biriktirish operatsiyasi bor. O'shanda demak mana ma'lumot kanifor, qo'y ma'lum. Bu kaniforimiz va ma'lumotimiz qismimiz demak qalay. Demak, o'tkazgichlik mana bu yoqdan olish kerak, mana bu hayat qilayotgan joyi undoq yaqin kelib olib tozalab olib, demak hozir ulangan joyni mana shunaqa ozgina bunaqa keladi. Demak mana hozir ko'rikka malakani tayyorlaylar ishlash bilan ko'rikka malakasini olsanglar bo'lgan. Demak mana olib keldilar, qalayga qo'ydilar, kanifor bilan tozalayaptilar. Qo'yganingizdan keyin ushlab turmaysizlar, olasiz. Yopdingiz, qo'ydingiz, bo'ldi. Qo'yib yuboring, bo'ldi. Ana, ulandimi? Unda ko'rsating endi. Mana o'zinglar trenirovka deb ko'rdinglar, demak mana, demak ulandi mana ulash. Mana ulash jarayoni. Uchalanglar bitirib malakali ishinglar, robototexnika, elektrotexnika, ya doiraroq bo'lgani uchun aqlli uy, aqlli issiqxona, surishtirib, shularga hammasi o'tkazgichlar bor, o'shalarni ulashmani. Bular o'tkazgichlar ma'lum ulashlari o'zinglar nima qildinglar? Bajarib, amaliy bajarib ko'rdinglar. Demak, stel tanlayotganlarda shuni amalga oshirishlar bo'ldi-da, mana shunaqa ulanadi. Bularning texnik xavfsizlik nuqtai nazaridan manbadan uzib, buni ustiga qo'yib qo'yasizlar, jarayon bo'ldi-da. Yuzlab tushdi, bo'ldimi?